Bugün mən yeşimni aşkarlamoqchi. Nimishqa deganda, bugun men mushu yosh to'g'riliq bir hikoyam so'zlab berman. 11-oyda 42 yoshga kiraman. 39 yoshimda hayotimdagi bir cho'ng talashga duch keldim. Ya'ni xizmatimdan istifa berish. 39 degan yoshni anglagan vaqtinglarda balki men menga deb qilishinglar mumkin. To'g'ri, naq 39 yoshimda xizmatimdan istifa berdim. Oldi bilan o'zim qaror chiqardim. İkinci qadamda ata-onamning roziligini olishim kerak. Chunki ular rozi bo'lganda mening keyingi har bir qadamim natijalik bo'ldi, yo'riq bo'ldi, ravon bo'ldi, nurliq bo'ldi. Dadam opam beshida faqat qo'shilmagan. Chunki ular bir umr idora organida ishlab, istifa bergandan keyingi mening turmushimdan xotirjam bo'lamidi. Shunga men ularni oxiri qayil qildim. Eng muhimi ata-onam menga ishondi. Qabiliyetimga ishondi, iqtidorimga ishondi. Shuning bilan dadam menga shu vaqtda, "Balam, agarda bir kuni sen faqat pul topamagan vaqtingda, men sening shoba pulingni, ya'ni sug'urta pulingni o'zim to'lab beraman" deb o vaqtda dadam aytdi. Dadam shu jumla orqali menga bexatarlik tuyg'usi berdi. Dünyadaki bizge bexatarlik tuyg'usini bera oladigan birdan bir er shu dadamiz. Dadam shu cümlesi bilan, "Balam, biz sang ishonamiz. Mayli sen nada ishla, cho'qim o'zingga tushliq, yaxshi natijalarni qo'lga keltira olaysan, shundaqla bizning yuzimizni yo'riq qilsan" deb. Ata-onam menga shundaq ishonch bergandan keyin ailemdekilerning, hattoki balamning ma'qulligini oldim. Balammi apa bo'pti, mayli sen qila olaysan deb men kuch berdi. Endi nimishqa men bu yosh to'g'riliq bu hikoyani so'zlay deb qoldim deganda, har qanday vaqtimizda, har qanday yoshimizda, har qanday ishni boshlashga bizning fursatimiz bo'ladi. Faqat bizga kerak bo'lgani xayrimiz, shijoatimiz, oz to'la tavakkul qilish ro'yi. Agar sizga bir odam, faqat bir odam ishonsa, siz qo'rqmay olg'a ilgirlang. Siz muvaffaqiyat qozona olasiz. U odam faqat sizli bo'ldi ekansiz, ya'ni o'zingizga ham ishonsangiz, har qanday natija sizga o'z quchog'ini ochadi. Yosh hargizmi mas'ul emas. Siz har qanday vaqtda o'zingizning nuringizni chachalaysiz. Har qanday joyda, har qanday yerda azlana olasiz degan gap. Shuningga yoshni hargiz qalbingiz kirgizib olmang.